Bu narsani nimaligini bilasanmi? Yo'q a. Sen videoni boydoq do'stlaringga jo'natib tur, men ungacha tushuntirishni boshladim. Video boshlanmasdanoq aytaman, videoni 16 yoshdan kichkinalar va 30 yoshdan kattalar ko'rishi qat'iyan man etiladi. Maksimal qog'ozga o'rab gapirishga harakat qilaman. Qani, ketdik. Aniq faktlar bilan gapiraman. 2024-yilning oxirigacha agar mashina sotilishidan oldin haydalib qo'yilsa, mashina sotilayotgan vaqti shunchaki doktorga borardi va probegini qaytarardi. Uni sotib olganingdan keyin bor yo'g'i 3 kun haydamay tursang, uning probegi qaytarilganligi bilinib qolardi va u sharmanda bo'lardi. Lekin 2025-yilning boshiga kelib O'zbekistonga ko'cha tilida tabletka deb ataladigan kichik va arzon vosita kirib keldi. Eng achinarlisi shundaki, haydalgan mashina sotilayotganda o'zini motoriga o'zi shunchaki o'sha tabletkani o'rnatib qo'yadi va sen buni sotib olganingdan keyin bilishingning hech qanday imkoniyati yo'q. Ehtiyot bo'l bo'ydoq do'stim. Yo'q, hozirgi mashinalar buzilib ketdi deya jar solish niyatim yo'q. Faqatgina bir narsani aytmoqchiman. Munosib bo'l do'stim. Zero hayotida biror marta mashina haydamagan yigitlarga biror marta haydalmagan mashinalar nasib qiladi. Video ma'nosini tushungan bo'lsangiz, shunchaki bir donagina like bosib qo'yishingizning o'zi yetadi. Buni kommentariyalarda ochiqlashingiz shart emas. Bizni tushunganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.